O'zbekiston 10 yildan beri havaskor boksda hukmron. Birinchi o'rinda turibdi. Osiyo chempionatida ham, jahon chempionatida ham, olimpiada o'yinlarida ham hech kim teng kelayotgani yo'q. Angliyada jahon chempionati bo'ldi. Dunyo bo'yicha 68 ta davlatdan 500 dan ortiq bokschilar qatnashdi. O'zbekistonda yigitlari 6 ta medal bilan erkaklar o'rtasida birinchi o'rinda. O'zi 10 ta vazn toifasida 6 ta medal. Endi Qozog'iston 3 ta qizlari oltin medal olgan, 4 ta yigitlari 4 ta olgan. Shuni hisobiga umumjamoa hisobida birinchi o'rinda turibdi. Bitta narsa odamni xafa qiladi. Izoh bo'yicha polvonlarimiz ko'payib ketdi keyingi yillari. Hattoki Qozog'istonda boks federatsiyasining Instagramiga kirib u yerda o'zbek sila, qoch o'zbek kelyapti, o'zbek unday qilib yuboradi, bunday qilib yuboradi degan izohlar bilan ularni nimasiga jig'iga tegyapti-da. Birinchidan bu ikkita millatlar o'rtasida nizo soladi bu birinchidan. Ikkinchidan, xo'p, boksda oldindamiz, lekin boshqa yana qaysi sohada Qozog'istondan oldindamiz? Yo'q boshqa soha. Avval iqtisod, keyin siyosat degan gap bor. Iqtisodni misol qiladigan bo'lsak, Qozog'istonda yalpi ichki mahsuloti nominal bo'yicha 300 milliard dollardan oshiq. Bu O'zbekistondan 3 barobar katta degani. Yalpi ichki mahsulotni aholi jonboshiga hisoblasa 15 ming dollar. Bu O'zbekistondagidan 5 barobar ortiq degani. 500 mingga yaqin o'zbek yigit qizlari Qozog'istonda qurilishda, qishloq xo'jaligida, oshxonalarda xizmat ko'rsatish sohalarida ishlayapti. Og'ir ishlarni qilyapti. Qozoqlar yozyapti-da, seni boksching jonini berib urushga majbur, chunki u qashshoq davlatdan deyapti. Xuddi shunga o'xshash gap Emmanuel Piti Abduqodir Husanov haqida aytdi. Abduqodir Husanov jonini berib o'ynashga majbur, chunki u qashshoq davlatdan deb aytgan. Agar rivojlanmasak, sportdan ko'rsatgan natijamizni jiddiy qabul qilmaydi hech kim. Tushundinglarmi? Boksdan zo'r bo'laylik, majbursan-da shunday bo'lishga, qashshoqsan-da deydi. Faqatgina sportdan zo'r bo'lganimizni o'zi yetarli emas-da. Ta'limda ham zo'r bo'lishimiz kerak. Eng birinchi o'rinda ilm-fan kerak, tarbiya kerak, ustimizda ishlashimiz kerak, rivojlanishimiz kerak. Birontangni bunaqangi kommentariy yozib o'ralash yurganini ko'rmay, shapaloqdan tortaman lekin. Tushundinglarmi? Vaqtimiz yo'q bizda unday qilib izoh yozib, kommentariy yozib, laqillab o'tirishga. O'qish kerak, ishlash kerak, rivojlanish kerak.